Ko'rsating qarang. Mana, aynan omad bo'ling mana. Oyoqning joyi mana inshaalloh qarang. Bu ikki bo'lim qon edi. Oyoq ko'rinib mana. Bu hozir buni ishlaydi, ha? Buni qanmi? Qan teri. Ey, inshaalloh. Inshaalloh siz ham jib ketasiz. Naqar hozir shuni boks. Endi hozir cho'rchalaysiz, shuni mana. Cho'chingmi? Bir cho'rchingda. Yo'q, bunday bo'ladimi? Bu qara ko'tariladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kulimsirab turing axi. Kulib turing. Ushbu birodarimizni anchadan beri video qilamiz. Hindistonlarda ham ko'rib keldingiz, ha? Hindistonlarga ham borib keldi. Maqsad hamma yerda pul muammoda. Qanchaga to'g'ri bo'ladi dedi? Polni jirib ketishingiz. $100,000. Xudo nasib qilsa, ishim jirsa gazini bosib beramiz. Endi bu videoni chiqarishdan maqsad kamgina bo'lsa ham ko'mak, yordam maqsadda video qilyapmiz jigarlar. 1 so'mdan bo'lsa ham ko'lani jiyilib alga bo'ladi degan maqsadda video qildik. Birochonlar, mana shunimizni qanday hozir shu haqida gapirib bering, asta keyin videoni tushuntirish beraman. Bu quqa ulangan, ha? Mana shu narsani jan xabaragani kabam shu narsani to'g'rilasa bo'lar ekan. Qancha dedi? O'zbekistonda bo'layapti dedi bu akamiz. $3,200 ekan. Shuni yaxshi niyatda bir yordam qilaylik degan maqsadda video qildik, birochonlar. $3,200 hech narsa emas-da. Uni keyin qanday qilar ekan? Bu shlandaptalab promo bu yoqqa, ha? O knopka deganingiz nima ekan? Mumkin kimlardir biladi bu narsani. Shuni qo'yar ekan, shu peshab keldim, knopkani bosib peshab qiladi. Peshab kelganini bilasiz, ha? Keyin bu shlanda emas, ana apparatdan chiqadi. Shu apparat bekilib qolgan shunday ekan. Короче, salgina dardlashganda ham bo'ldik. Shu knopka nima bo'lsa, masalan, internetda ham shu narsalar bor ekan. Shu knopkani olsa polni regravka qiladi ekan apparatni. Yaxshi bo'ladi. Maqsad buni qanchada almashtirasiz shtilanda? Haftasiga har haftada almashtirish. Endi o'zlaringiz hamma biladi. Maqsad oddiy bir jarayoni bir 2-3 kunda yaxshi bo'ladi. Joyinikin azob beradi-da. Bu shtilanda almashtirish bir azob. $3,200 hech narsa bo'lmasa kerak deymiz. Endi ko'pchilik orasida birgalashib nasib qilsa yordam qilaylik. Shu birodarimiz O'zbekistonga borib, u doktorlar svyazdasiz, ha? Borib bir narsa qilib yangilik nasib qilsa ko'rsatamiz, ha? Inshaalloh. Qaysi kunga niyat qilasiz nasib qilsa ketish? Yil tamom. Salomat bo'ling. Gap yo'q. Inshaalloh tizela. Shu birodarimizning ish qilmasa, mana shu peshobini to'g'rilab bersak, shu knopkani qayerga ulasa, shuna bir topsa tamom. Alam Guliston inshaalloh. O $100,000 ham inshaalloh ish o'xshasa, va'da. Inshaalloh nasib qilsa, jugurib mana shu ko'chani chang'itib o'tayotgan bacha bo'ladi. Eling. Boshqa bunday gapirayotgan niyat yo'qmi? Ayting, o qanday bu? Kulimsirab turing, hammasi chotgani inshaalloh. Endi misol nima demoqchiman? Shu o'rtadagi birodarlarimiz ham shu videoni ko'rsa, birgalashib yordam qilsa, bu peshobimiz nima bo'ladi? $100,000 ham jilib qoladi. Mana aynan qarang, ha deb, aynan unaqa qarab bir juguringsiz. Bu odamlar ko'rsa, bu futbol hozir, trendir hozir qarochi. Hali ham qishlaringizda trendirsizmi? Bilbasildimi? Bilda qanchilga o'tganman. Hali bu birodarimizning borib palegini aniqlamiz. Buni chiring. Bu oyoq qirqilib qolgan, polni beton tushib. Qarang, uja Arnold semirib yaxshigina. Inshaalloh bu ayni ham tuzalib ketadi. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik. Videoni kuzatishdan davom etib, like bosib, podpishkada bo'lingizlar. Misol 1 so'mdan bo'lsa ham bu ko'pchilikning orasida hech gap emas. Shu quru yovon jiysam o'zi shu ayni tuzalib ketadi. Salomat bo'lingizlar.